Bu yana nimasi bo'ldi? Rozimisan yoki Birdan o'zgarib qoldingiz. Bu o'yingimni yoki tushimni anglamay qoldim. Shuning uchun yana menga biroz vaqt kerak. mayli, men xonaga borib to'shaklarimizni isitib qo'yaman. Agar fikringdan qaytsang, yonimga kel. Opa, u sizga nimalar deb pichirladi? Menga ham ayting. Pochchang tunni birga o'tkazishimizni so'rayapti. Bu juda ajoyib-ku. Nega bormadingiz? Nega rad qildingiz? Pochcham o'zgargan, u to'g'ri yo'lga kirgan. Gap shundaki, qimorboz birdan yaxshi yerga aylanib qoldi. Oldin faqat qo'rqardim, hozir esa bog'lanib qoldim. Aynan shu narsa meni qo'rqityapti. Nimadan qo'rqyapsiz o'zi? Shunchaki og'riqdan qo'rqyapman. Xotinjon, fikringdan qaytdingmi? Bunday ko'zimni to'sib olsang, husningni ko'rolmayman. Xotinjon, nega indamayapsan? Modomiki indamay ko'zimni yopib tura olar ekansan, unda o'zim senga ko'rsatib qo'yaman.